Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Sukuniy nun va tanvin qoidalarini o'rganishni davom ettiramiz. O'tgan darsda sukuniy nun va tanvin qoidalariga kirish bo'lgan edi va izhor qoidasini ko'rib o'tgan edik. Bu darsda idg'om qoidasiga batafsil to'xtalamiz. Amaliy mashqlar qanday o'qilishi, Qur'onda qanday holatda kelishi va ko'p uchraydigan xatolarga ham to'xtalib o'tamiz. Idg'om lug'atda kirgizish degani. Bir narsani ikkinchi narsaga kirgizish. Istilohda sukuniy nun yoki tanvinni idg'om harflariga kirgizib talaffuz qilinishi. Idg'om harflari 6 ta yarmulun so'zida birlashgan ya, ro, mim, lam, vav, nun harflari sukuniy nun yoki tanvin mana shu yarmulun harflaridan biriga yo'liqqanda shu harflarni ichiga kirgizib o'qish, ya'ni sukuniy nun yoki tanvinni 6 ta harf ichiga kirgizib o'qilinishi idg'om deyiladi. Idg'om o'zbek tilida ham bor. Misol uchun senmi so'zini biz talaffuzda senmi deyishimiz mumkin. N harfi m harfiga o'zgarib ketadi. Yoki men yaqinda kelganman so'zini men yaqinda kelganman. Nun yaga o'zgarib ketishi bo'ladi. Kelganman bo'lib ketadi. Bunga o'xshash misollar juda ham ko'p. Tog'ga borish, misol uchun toqqa borganman. Tog'ga, toqqa bunaqangi o'zgarishlar ko'p o'zbek tilida ham va boshqa tillarda ham bor. Biz shuni arab tilidagisini o'rganyapmiz. Ya'ni yangilik emas. Bu qiyin ko'rinishi mumkin, lekin o'zbek tilida ham, o'zimizda ham bor narsa. Shuni arab tilidagisini o'rganyapmiz. Idg'om ikkiga bo'linadi. G'unnali idg'om va g'unnasiz idg'om. G'unnali idg'om harflari 6 ta harfdan 4 tasi yanmu harflari ya, nun, mim, vav. G'unnasiz idg'om harflari lam va ro harflari. G'unna o'zi nima? G'unna bu nun yoki mim harflarini talaffuz qilishda dimoqdan chiqadigan tovush. Miqdori 2 harakat. Misol uchun inna, anna, mimma deb talaffuz qilingandagi dimoqdan chiqadigan tovush g'unna deyiladi. Endi g'unnali idg'omda ko'rib chiqadigan bo'lsak, harflarni aytdik. 4 ta yanmu, ya, nun, mim, vav harflari. Endi sukuniy nun yoki tanvin mana shu 4 ta harfdan biriga yo'liqadigan bo'lsa, sukuniy nun yoki tanvinni shu harflarni ichiga kirgizib, ikkilantirib dimoq bilan o'qiymiz. G'unna bilan o'qiymiz, ya'ni. Misollarni ham ko'rib o'tamiz hozir. G'unnali idg'omni yana noqis idg'om ham deydi. Boshqa bir ma'lumotlarda o'qiyotganingizda noqis idg'om deb kelinadigan bo'lsa, adashib nima ekan bu deb qolmang, chalkashib qolmasin. U g'unnali idg'omda noqis idg'om ham deyiladi. Noqis idg'om deyilishiga sabab sukuniy nun yoki tanvin yanmu harflariga yo'liqqanda g'unnasi qoladi. Ya'ni qaysidir bitta sifat qolyapti. Shuning uchun noqis. Agar bu sifati ham yo'qolib ketganda harf bilan birga, unda g'unnasiz idg'om bo'lib qolardi. To'liq idg'om bo'lardi. Bunda qaysidir sifati qolyapti, ya'ni g'unna sifati qolyapti. Shuning uchun noqis, kamchilikli idg'om bo'lyapti. To'liq kirib ketmayapti. To'liq yo'qolib ketmayapti. Shuning uchun noqis idg'om deyiladi. G'unnali idg'omga misollar. O'ng tomonda sukuniy nunni 4 ta harfdan biriga yo'liqishi ya, nun, mim, vav. Chap tomonda tanvinni mana shu 4 ta harfga yo'liqishi. Ya'ni har bitta holatga alohida misollar keltirilgan. Va yana mushafda agar sukuniy nunda idg'om qoidasi bo'ladigan bo'lsa, mana bu kabi sukun yozilmaydi. Hech qanday harf yozilmaydi. Birinchisi buni sizga ko'rsatish uchun yozib qo'ydim. Qolgan misollarga qaraydigan bo'lsak, hech qanday harakat yo'q nun ustida. Mushafda mana shunday keladi. Tushunarli-a? Sukunsiz holatda yoziladi. Misollarni o'qishni boshlaymiz. Birinchisida sukuniy nun ya harfiga yo'liqqanda man ya'mal may deganda 2 harakat ushlab turamiz g'unna bilan. Man ya'mal. Buni man bo'lib ketmasligi kerak yoki bo'lsam man ya'mal deb o'tib ham ketmasligi kerak. 2 harakat ushlab turiladi. Keyingi misolda tanvinni ya harfiga yo'liqishi.
Vujuhun yawmaidhin. Vujuhun yawmaidhin. Bu yerda ham vujuhun yawmaidhin. Bu yerda ikki harakat ushlab turiladi g'unna bilan. Keyingi misol. Sukunli nun harfiga yo'liqyapti. Ya'ni o'zini jinsidagi harfga yo'liqyapti. Bunda min ni'matin. Min ni'matin. Bunda mana shu g'unnani aniq holatda bildiriladi. Min ni'matin. Tez o'tib ketib qolmasa kerak. Min ni'matin deb ikki harakat bunda ham ushlab turiladi. Keyingi misolda tanvinni nun harfiga yo'liqishi. Shay'in nukur yoki harakat bilan o'qiydigan bo'lsak, shay'in nukurin. To'xtash qoidalarini hali o'rgataman. Hozircha qisqa ma'lumot. To'xtashda oxirdagi harakatlar tashlab yuboriladi. Sukunli holatga keltirib o'qilinadi. To'xtash qoidalariga alohida to'xtaymiz. Shay'in nukur. Keyingi misolda sukunli nun mim harfiga yo'liqyapti. Bunda ham g'unna aniq bilinadi. Ikki harakat ushlab turamiz. Mim marqadina. Mim marqadina. Nun butunlay yo'qolib ketadi. Mim harfi bilan talaffuz qilinadi. Mim marqadina. Keyingi misol. Tanvin mim harfiga yo'liqyapti. Qawmun musrifun. Qawmun musrifun. Keyingi misol. Nun vav harfiga yo'liqyapti. Ya'ni sukunli nun vav harfiga yo'liqishi. Miwal. 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 Buni miwal yoki minwal o'qib ketmanglar. Miwal. Ikki harakat ushlab turiladi. Keyingi misol. Tanvinni vav harfiga yo'liqishi. Waliyyu wala nasir. Waliyyu wala nasir. Bu yerda ham waliyyu mana shu yerda ushlab turiladi ikki harakat g'unna bilan. Waliyyu wala nasir. G'unnali idg'om mana shu edi. Endi g'unnasiz idg'om qoidalarini ko'rib o'tamiz. G'unnasiz idg'om. G'unnasiz idg'om harflari ikkita lam va ro harflari. Bunda sukunli nun yoki tanvin shu lam yoki ro harflariga yo'liqadigan bo'lsa, komil idg'om bo'ladi. Ya'ni g'unna sifati ham yo'qolib ketadi sukunli nun va tanvinni. Butunlay nun va tanvin yo'qolib, keyingi o'zidan keyin kelib turgan lam yoki ro harfi tashdid bilan o'qilinadi. G'unnasiz idg'omga misollar. Birinchisida sukunli nun lam harfiga yo'liqyapti. Qizilda belgilab ko'rsatyapman nun harfini, chunki butunlay yo'qolib ketadi nun harfi. Sukunli nun milladun o'qiladi. Milladun. Nun harfi butunlay yo'qoladi. Min ladun emas, milladun. Misol uchun ashhadu alla deganda an la yozilgan o'sha yerda. Lekin alla o'qiymiz. Ashhadu alla deganda. Mana shu qoida ishlaydi. Sukunli nun lam harfi yo'liqyapti. Nun butunlay tushib ketadi-da, o'zidan keyin kelyapti turgan harf tashdid bilan o'qiladi. Milladun. Milladun. Keyingisida tanvin lam harfiga yo'liqyapti. O'qilishi malallubadan. To'xtash qoidalarini keyin o'rgataman, lekin hozirchaga buni to'xtashda malallubada deb to'xtaladi. Malallubada. Tanvin yo'qolib, lamga to'g'ridan to'g'ri shadda bilan o'tib ketyapti. Malallubada. Keyingisida sukunli nun ro harfiga yo'liqishi. Bunda ham nun butunlay tushib ketadi.
o'zidan keyin kelyapti turgan ro harfi tashdid bilan o'qilinadi. G'unna bilan o'qilinmaydi. Mir robbihim, mir robbihim, mir robbihim, min robbihim o'qilinmaydi. To'g'ridan to'g'ri ro harfiga o'tib ketilinadi. Keyingi misolda tanvin ro harfiga yo'l qo'yapti. Fi ayshatir rodiyah, fi ayshatir rodiyah. Bu yerda ayshatir rodiyah deb o'qilinadi. Ayshatin deb tanvin bilintirilmaydi. Tushunarli, a? Yana bir umumiy aytib o'tadigan bo'lsak, g'unna bu bir harfda ikkinchi harfga kirgizish bo'ldi. Ya'ni tanvinni yoki sukunli nunni o'zidan keyin kelyapti turgan 6 ta harfdan biriga kirgizib o'qilishi. Ikkiga bo'lindi. G'unnali va g'unnasiz. G'unnali idg'omda yanmu harflari edi. Bularda g'unna sifati qolardi. Ikki harakat ushlab o'qirdik. G'unnasiz idg'omda lam va ro harflariga yo'liqadigan bo'lsa, sukunli nun va tanvin tushib ketib, o'zidan keyin kelyapti turgan harflar tashdid bilan g'unnasiz o'qiladi. Endi qo'shimcha ma'lumotlar qismi bor, idg'omga xos bo'lgan. Bunda idg'omni sharti, ya'ni idg'om bo'lish uchun nima bo'lishi kerak? Sukunli nun yoki tanvin ikki kalimada yo'liqishi kerak. Ya'ni sukunli nun va tanvin bitta kalimani oxirida va undan keyin kelyapti turgan 6 ta harfdan biri ikkinchi kalimada bo'lishi kerak. Tushunarli? Bular bitta so'zni ichida bo'lmaydi. Tanvin shunday ham so'z oxirida keladi. Endi sukunli nun so'zni oxirida bo'lib, undan keyin kelyapti turgan 6 ta harf ikkinchi so'zda bo'lishi kerak. Agar bitta so'zda ichida bu holat keladigan bo'lsa, misol uchun mana bu misollardagi kabi. Sinwanun. Shu so'zni oladigan bo'lsak, sukunli nun, undan keyin vav kelyapti. Vav idg'om harflaridan biri edi. Lekin muammo bitta so'z ichida kelyapti. Bunda idg'om bo'lmaydi. Idg'om bo'lish uchun bular ikkita so'zda kelish kerak. Tushunarli? Bitta so'zda kelsa biz buni izhor qilamiz. Va bu izhor bo'ladigan holatlar shu 4 ta so'zda bor xolos Qur'onda. Bor yo'g'i 4 ta so'z. Sinwanun, qinwanun, bunyanun, dunya. Bularda to'g'ridan to'g'ri izhor bilan o'qilinadi. Sinwanun, siwan o'qilinmaydi. O'zi e'tibor bergan bo'lsangiz mana shunday sukuni bilan keladi. Mushafda sukun yozilgan holatda keladi. Buni izhor qilib o'qilinadi. Eslab qoldik-a? Idg'om ikkita so'zda kelish kerak. Bitta so'zda ichida keladigan bo'lsa, biz buni izhor qilib o'qiymiz, bildirib o'qiymiz. Sinwanun, qinwanun, bunyanun, dunya. Va aytib o'tganimdek, mushafda nun ustiga sukun yozilgan holatda bo'ladi. Ya'ni bunda nunni o'qigan, sukuni bilan o'qigan degani. Endi idg'omning sababi nima? Idg'omning sababi mana shu nun bilan idg'om harflarining maxrajlarini bir-biriga yaqinligi. Maxrajlari yaqin, chiqib keladigan joylari bir-biriga yaqin talaffuzda. Shuning uchun bularni bir-biriga kirgizib, talaffuzga oson bo'lishi uchun idg'om qilib o'qilinadi. Agar bularda har bittasini o'zini joyidan chiqaraman deydigan bo'lsa, til bir joyga borib, qaytib yana o'sha joyga qaytish kerak. Qiyinchilik tug'dirgani uchun to'g'ridan to'g'ri idg'om qilinadi. Mana shu idg'omning sababi. Bu yerda idg'om mislayn, mutajaniz, mutaqorib kabi qoidalar bor. Bular hozir sizga bilishingiz juda ham shart emas. Agar bularni ham yodlab ketaman, men uchun qiziq deydigan bo'lsangiz, Telegram kanalimizdan bu PDF faylni yuklab olishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun, lekin o'qishingiz uchun sizga bu hozirgi holatda zarur emas. Xosatan siz birinchi o'rganyapti turgan odam bo'lsangiz. Endi idg'om uchun oxirgi mavzu bu idg'omda bo'ladigan xatolar, ko'p uchraydigan xatolar. Bu yerda faqat ikkitasi yozilgan. Birinchisi sukunli nun yoki tanvin ro yoki lam harfiga idg'om bo'lganida g'unna qilish. Biz aytdik, g'unnasiz idg'om bo'ladi dedik. Ro harfi bilan lam harfida g'unnasiz idg'om bo'ladi. Mana shu yerda g'unna qilib qo'yish xato bo'ladi. Misol uchun mir robbihim deb turish. Mir robbihim o'tib ketilinishi kerak yoki milladun to'g'ridan to'g'ri o'tib ketish kerak. Milladun o'qilinmaydi. Mana shunday holat
g'unna qilish hisoblanadi va bu xato. Ikkinchi ko'p uchraydigan xatolardan bu g'unnali idg'omda g'unnani miqdorini ikki harakatdan ko'p yoki oz qilish, ko'paytirib yuborish yoki kam g'unna qilish. Misol uchun min ni'matin so'zida min ni'matin ikki harakat ushlanishi kerak edi g'unna. Buni min ni'matin deb to'xtab qolinishi, ko'p ushlab qolinishi yoki qisqa qilib min ni'matin deb o'tib ketsa ham to'g'ri bo'lmaydi. Ma'no jihatdan buzilmaydi, lekin tajvid jihatdan, qonun qoida jihatdan buziladi. Min ni'matin ikki harakat g'unna qilinishi kerak. Va bu juda ko'p uchraydi. Yo qisqa qilinadi yoki ko'paytirib yuboriladi. Sukuniy nun va tanvindagi idg'om qoidasi shu edi. Agar qayerigadir tushunmay qolgan bo'lsangiz, kommentarda qoldirishingiz mumkin yoki Telegram kanalimizdagi bot orqali so'rashingiz mumkin. Javob berib o'tib ketishga harakat qilamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.